Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana akalar, bizni kuzatayotganlar, tug'anlar, birodarlar. Ikki etajli istaladigan pechkamizni birinchi etaji. Kichkina duxovka, o't yonadigan joy, tozalaydigan. Tortmadan ligirovka bo'ladi. O't yonyapti. O't ko'proq yoqyapti, sababi pechka quruvchiga ko'p solyapmiz o'tni. Eshiklari ham qizib ketdi. Ovqat qilganda mana vitishga qilib qo'ydik. Ovqat qilganda ochib qo'yadi. Ovqat parini hidini tortib turadi. Ovqat qilib bo'lgandan keyin yopib qo'yadi. Termos to'ykada temirlarini